3 million so'm tangaga do'kondan narsa sotib oling. Shuncha tangaga nima sotib olamiz endi? 3 million tanga olmasa-ya? Olsa kerak. Shuni hammasini olaman. Kam 2 million 950 ming bo'ldi. Kesani va? Qiladi. Bo'ldi kompyuter. Aka bu yerda 3 million pul bor. O'zi ham 2 soat sanadi. Aniq qila olmaysiz, obunachingizni bir kunini zo'r qilib bering. Ozodmalik kanaliga obuna bo'lgansiz? Yo'q. Afsus. Ozodmalik kanaliga obuna bo'lgansiz? Bo'lganman. Ko'rsating. Ozodmalikka obuna bo'ling. Obunachingiz bilan bir kun vaqt o'tkazing. Uni hamma joyga olib borib, chinakam xursand qiling. Ozodmalik kanaliga obuna bo'lgansiz? Yo'q. Ay, afsus. Ozodmalik kanaliga obuna bo'lgansiz? Ha, obuna bo'lganman. Men bilan bir kun vaqt o'tkazishga tayyormisiz? Nima? Siz ham ozodmalikka obuna bo'ling. Akvarium balig'ini sotib olib, sotuvchini oldida o'ldirishga harakat qilib ko'ring. Yo'g'on baliq. 4 tasi 60 so'm bo'ldi. Rahmat. Tez o'lib qolmaydi-mi baliq? Yo'q, yaxshilab qarasangiz o'lmaydi bunga. Supermarketdan sotib olib bo'lmaydigan narsani sotib oling. Yo'q. Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Buni qanday oldi? Qo'ydi-yu.